Muborak Ramazon oyi bo'lgani uchun sizlar uchun hadya qilib zakazga qiladigan qovurma chuchvaralarni retseptini oldim. Evaziga duolaringlarda duo qilib qo'yib, obuna bo'lib, layk bosib, mani qo'llab turishingizni so'rab qolaman. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlaymiz. Birinchi bo'lib idishimizga 600 ml iliq suv solamiz. 600 ml suvimiz 3 stakan chiqadi. 250 gram margarinni eritib qo'shib yuboramiz. 2 choy qoshiqda tuz qo'shib turib, hammasini bitta yaxshilab aralashtiramiz. Ko'pchiliklar mendan so'raydi, qanaqa margarin ishlatasiz deb. Shuning uchun qanaqa margarin ishlatayotganimni ham aytib o'taman. Kiloli Mayamechda margarini yoki kiloli Maselka Milter margarinlardan foydalansanglar ham bo'ladi. Hammasini aralashtirib, yetarli miqdorda un solamiz. Unimizni 1 kilo 200 atrofida ishlatasizlar. Unni mana soptirib, qo'limizda yaxshilab mushlab, qo'lga yopishmaydigan yumshoqqina xamir tayyorlab olishimiz kerak. Men opisaniyada to'liq retsept yozib qoldiraman. Agar tushunmagan joylar bo'lsa, opisaniyaga o'tib ko'rib olsanglar bo'ladi. Xamirimizni yaxshilab mushlab, xamirga ishlov beramiz. Xamir yoyishga oson bo'lishi uchun bo'laklarga bo'lib olamiz. Kichkinaroq qilib zivlalar qilib olsanglar, xamirga yoyishinglarga oson bo'ladi. Men 3 ta bo'lakga bo'lib tayyorlab oldim. Bularni ham yaxshilab mushlab, yana zuvala holatiga keltiramiz. Shu masallig'imizdan bizda 2,5 kilo, 3 kilo atrofida chuchvaralar chiqadi. Hammasini sizlarga to'liq aytib o'tibman. Shu porsiyada bitta tog'ora, somsa tog'orada chuchvaralar chiqarasizlar. Qolganini uydinglarga olib qo'ysanglar ham bo'ladi. Ozgina yarim kilocha uyda ham qoladi. Men ko'proq zapasi bilan qilaman. Uydinglarga bolalar uchun ham tayyorlaymiz. Hamma xamirlarimizni shunaqa joylashtirib, xolodilnikka 1 soatga olib qo'yamiz. Xamir 1 soat turguncha qiymasini tayyorlab olasizlar. Piyoz bilan qiymani yaxshilab qovurib, piyozni ko'proq solib qovurib tayyorlab olasizlar. Xohlasanglar kartoshkali pyuredan qiyma tayyorlasanglar ham bo'ladi o'zinglar uchun. Keyin xamirimizni olib turib xolodilnikda qo'limiz yordamida shunaqa kattaroq qilib ochib, o'qlov bilan keyin yupqa qilib yoyib olishimiz kerak. Xamir boshida unni ko'proq sepib yoyamiz. Katta bo'lgan sari unini kamaytiramiz sepishi. Aziz kuzatuvchilarim, agar kanalimga yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Videolarga bittadan like bosib qo'ysanglar, hammanglardan minnatdor bo'lardim. Shunchalik mehnatimni qadrlayotganingiz uchun hammanglarga kattakon rahmat. Ko'rib turganinglardek katta qilib ochib oldik, yupqa qilib tashamaymiz. Sal xamiri tegidan ozginagina kilon-kilani rangi ko'rinib tursa bo'ladi. Lekin unaqacha yuqa ham qilib olish kerak emas. Agar sizlarda shunaqa idishinglar yoki piyolangiz bo'lsa, shu idishlarni qo'yib kesib olsanglar bo'ladi. Yoki 10 sm, agar kattaroq xohlasanglar 12 sm ga 12 sm qilib ham lineyka yordamida kesib chiqsanglar ham bo'ladi. Men kattaroq xohlayman, kattaroq bo'lganini yoqtiraman, chiroyli ko'rinishda chiqadi. Shuning uchun men har doim shu idishimdan foydalanib kesib chiqaman. Mana shunaqa to'rtburchak shaklda kesib olamiz. Yonidan chiqqan kam xamirlarni bir-biriga yopishtirib, yana to'rtburchak shaklga keltirib olasizlar. Tayyor bo'lgan xamirlarimizga tayyorlab qo'ygan qiymalarimizni joylashtirib, tugishni boshlaymiz. Men bitta osh qoshiqda to'ldirib qiyma solaman. Zakazlarga har doim qiymasini ko'p qilib, chiroyli qilib tayyorlab beraman. Agar sizlarning vaqtingiz bo'lmasa, ishlaydigan bo'lsanglar, bemalol kommentariyada yozsanglar bo'ladi. Toshkent shahriga tayyorlab beraman chiroyli qilib, xudo xolasa oshlarda, potaxalarda, iftorliklar uchun chuchvaralar kerak bo'lsa, zakaz qilaversanglar bo'ladi. Yoki o'zingizlar tayyorlasanglar ham bo'ladi. Retseptni bekitmasdan to'liq qilib ko'rsatib olman. Mana videoda ko'rsatilgandek qilib chuchvaralarni hammasini tugib tayyorlab olamiz. Bitta zuvalani ochib tugib oldim. Bu orada qozonimizga 2 litr yog' solib qizdirib qo'yamiz. Balandroq olovda pishiriladi. Baland olovda pishirmaymiz, o'rtadan balandroq bo'lishi kerak. Yoki solganinglarda o'zimni ko'ryapsizlar, shunaqa
chiroyli bo'lib ko'tarilishi boshlaydi. G'obiy bo'lib shunaqa chiroyli ko'rinishda pishib chiqadi chuchvaralar. Aylantirib chiroyli qilib rangi kirg'izib pishirib olishimiz kerak. Bunaqa juda qizartirib pishirib tashlamaymiz. Mana shunaqa chiroyli rangga kirganda cho'l yordamida yaxshilab yog'larni siqitib ko'tarib olishimiz kerak. Qaranglar, ko'rinishini juda chiroyli ko'rinishda chiqadi. Mana tayyor bo'lganlarini patnisga salfetka soltirib terib chiqamiz. Ortiqcha yog'larini salfetka shim oladi. Qolgan chuchvaralarimizni ham ketma-ket xuddi shu ko'rinishda qizib turgan yog'imizga solib turib chiroyli qilib pishirib olamiz. Qolgan zuvalarni ham ochib ketma-ket tayyorlab bitta zuvalani tugib olib pishirib, keyin qolgan zuvalarni ochib, hammasini bittada qilmaylik. Mana bitta ochib, tugib, hammasini chiroyli qilib pishirib tayyorlab olamiz. Aziz kuzatuvchilarim, iftorlik uchun ham tayyorlab bersanglar, shunaqa chuchvaralarni rissa qilib yeb olishadi. Mana zakazga chiqarib yuborman. 2 kilo chuchvara hamda chak-chakladan zakaz qilishuvdi. Iftorlik uchun stolga qo'yishga ikkita katta chakchak hamda lochirada chak-chaklarni ham tayyorlab qo'ydim. Bularni ham birga hammasini dostavka qilib chiqarib yuborman. Agar sizlarga ham kerak bo'lsa, opisaniyada Telegram silkasini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Faqat Toshkent shahriga dostavka bo'ladi. Viloyatlarga chiqarib bera olmayman. Ko'rinishlari juda ham chiroyli chuchvaralar hamda chak-chaklar bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Hozir ichlarini ham sizlarga ko'rsataman. Serqiyma bo'lib, ustlari kumur qiladi. Ichlari yumshoq, mazali chuchvaralar bo'lgan. Albatta tayyorlab ko'ringlar. To'liq retsept bilan ulashdim sizlarga evaziga. Duolaringlarda mana ham eslab o'tinglar.